Qirdonlar lichkamga ko'p yozyapsizlar. Amerikaga qanaqa qilib kelsak bo'ladi, yo'l yo'rig'ini ayting deyapsizlar. Ko'pchiliginglarga javob bermayapman. Sababi har bitta odamga bitta tushuntiravergani odam ham zerikadi. Sizlarga qisqa qilib aytaman hammalarga. Agar Amerikaga kelishni bir yo'lini bilganimda, bilaman-ku, lekin u yo'llar o'zi ishlamaydi. Yo'llar ishlaganida hozir hamma oldingidaqa Trampdan oldingidaqa chotki bo'lganida men konsalting ochardim. Esinglarda bo'lsa bir konsalting ochaman Amerikaga chaqirish bo'yicha dedim, lekin Tramp hamma yo'lda xoramini chiqarib yubordi. Hozir Amerikaga kelish juda qiyin. Turist viza baloba. Faqat tanish bilishinglar bo'lsa, sizlarda пригласительный qilib beradi-yu. O'shunda ham oson emas, пригласительный qilib bersa ham. Backgroundinglar bo'lishi kerak, qatlargadir chiqqan, yaxshi oylik daromad topgan va hokazo. Shu пригласительный bilan kelish ehtimoli balandroq.